19 ming jamoa va undagi 255 ming nafar havaskor futbolchi. O'zbekiston yoshlarini millionlar o'yin orqali birlashtirayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bugun mamlakatimizning eng ommabop futbol musobaqasiga aylanishga ulgurdi. Yangi O'zbekiston futbolda katta marralarga erishish uchun butkul boshqa yo'ldan yurishga qaror qildi. Professional futbolda muvaffaqiyatga erishish uchun biz ishni poydevor qurishdan boshladik. Natija esa o'zini ko'p kuttirmadi. Bugun butun mamlakat har 4 yillikning eng yirik futbol musobaqasi Jahon kubogini sabrsizlik bilan kutayotgan bo'lsa, o'sha quvonchli lahzalar umidi bilan yashayotgan yoshlar uchun Davlat xavfsizlik xizmati kubogi eshik qoqmoqda. Odatga aylanganidek, aprel-may oylarida musobaqa tuman va shaharlarni, iyun-iyul oylarida 12 viloyat, poytaxt va Qoraqalpog'iston Respublikasini qamrab oladi. Avgust esa O'zbekistonning eng kuchli mahallalarini Toshkentga to'plab, musobaqa g'oliblarini aniqlab beradi. Agar siz 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lsangiz, demak sizda o'z iqtidoringizni respublikamizning eng katta arenalarida namoyish qilish imkoniyati bor. Biz Yoshlar ishlari agentligi bilan barcha yoshlarni, mahallalar uyushmasi bilan barcha mahallalarni qamrab olib, sport vazirligi yordamida sog'lom turmush tarzini targ'ib etamiz. Biz sizni istasangiz katta futbolda, xohlasangiz mini futbolda raqobatga chorlaymiz. Biz ayol va qizlarimizga mini futbol orqali to'p tepish imkoniyatini yaratishdan baxtiyormiz. DXX kubogi bu maydondagi iqtidoringizni namoyish etish imkoniyati. Sizning imkoniyatingiz aynan shu yerda boshlanadi. Futbol hammamizni birlashtiradi. Har bir jamoaga va barcha ishtirokchilarga omad. Faol bo'ling va siz uddalaysiz. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi, sog'lom yoshlar, yangi O'zbekiston kelajagi.